Rossiya Liberal Demokratik partiyasi rahbari Leonid Slutsky Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvda migratsiya sohasidagi halokatli vaziyatga e'tibor qaratishga chaqirdi hamda Novosibirsk shahrida mehnat migrantlari oila a'zolari bilan yashaydigan mikrorayonni Xilokskiy gettosi deb atadi. Siyosatchi mahalliy aholi yuzaga kelgan vaziyatdan jiddiy xavotir bildirayotganini ta'kidlagan. Uning so'zlariga ko'ra, shahar aholisi nafaqat antisanitariya, qo'pollik va axloqsizlik xatti-harakatlaridan shikoyat qilmoqda, balki o'z yaqinlarining hayoti va xavfsizligi uchun jiddiy xavotirda. Shu munosabat bilan u Rossiya fuqaroligiga ega bo'lmagan migrantlar oila a'zolarining mamlakatga kirishiga cheklovlar qo'yish taklifini bildirib, parlamentdagi barcha partiyalar rahbarlaridan bu tashabbusni qo'llab-quvvatlashni so'ragan. Slutsky migrantlarning farzandlari maktablarda tartibsizlik keltirib chiqarayotgani, ular tufayli poliklinikalar va boshqa ijtimoiy muassasalarda navbatlar yuzaga kelayotganidan noligan. Partiya rahbari migrantlarning oila a'zolarini o'qitish va davolashga regionlar byudjetlaridan xarajat qilinayotgani va ularning kelishini taqiqlash orqali o'nlab milliard rubl tejab qolish mumkinligini qo'shimcha qilgan. Pul ishlashga kelyapsanmi? Kelaver, ammo katta oilangni bunga daxli yo'q, deya xulosa qilgan Slutsky. Rossiya prezidenti uning fikrlariga qo'shilgan. Hokimiyat na federal darajada, na mahalliy darajada o'zini muammo yo'qdek tutmasligi kerak. Bu muammolar bor, ularni hal qilish kerak, lekin ularni doimiy nazoratda tutmasangiz, bu muammolarni hal qilib bo'lmaydi, degan u migrantlarni nazarda tutgan holda.